Assalomu alaykum. Riyaranchi obunasilar 2-iyun hafta kuniga seshanba Shahruxon xonadonida Cho'ja sigir bozoridamiz akalar. Video lavhalar barakalar bo'ladi. Yana videoni boshida like bosib, kommentariyada fikirlar qoldiraverasiz akalar. Shvedda o'ta go'zal akalar yana bitta. Necha narx aytyapsiz aka bunga? Yana bola 50 million narx aytilyapti. Savdosi nima bo'ldi? 40 million. Enas qo'yilganmi yana? Necha oylik? 1 oyda aytib qoldi, so'ngiga o'g'irlab. Suti necha litr? 12 litr. 12 litr suti bor ekan akalar. Bir qator enasini ham ko'rsatdik. Zavodskiy to'qoladan mana. Bolani qaranglar. 50 million narx aytilyapti, 40 million savdo bo'ldi. Yana 1 oylik bonusi bor. Qochgan bo'lsa agar. Chiroyli bola ekan. Bola ham zo'r ekan akalar. Bozorlarni bersin. Akalar navbatda yana bitta gigant shved. Bo'ylari 1.45, 1.50 atrofida. Quyoshga teskari bo'lib qolmaylik. Savdosi bo'lyapti, ko'rsatib qo'yamiz. Bolani ham qaranglar. Tutamiz aka. Necha pul berdingiz boya aka? 2 berdik. Enasigami? Enasiga. Sodichga. Bo'g'oz akami? 2 oylik, 2,5 oylik gumon bo'lyapti. Shumolga savdo bo'lyapti. Shumolga savdo bo'lyapti. Xo'p, berdim aka. Akalar enasini o'zi 32,5 million savdo bo'lyapti ekan. 2 oylik gumon, suti bor. 32,5 million so'm. Ammo bo'ylari 1.45 atrofida. Ena bolani necha qilishdi? Ena bola emas, enasini o'zini 32 million qildi. Ena bolani-chi? Bola 20 tepada xudo xolasi. Nima deysiz? 20 tepada xudo xolasi. 50 tevasida ekan. Bo'laveradi. Assalomu alaykum akalar. Shahruxon xonadonda Cho'jamol bozoridan Talg'ir shved sigiramiz. 50 million narx aytilyapti ekan akalar. Bolani qaranglar, turuvni. 50 million narx aytilyapti, 36 million savdo bo'lyapti. 8 litr sutga 2 oylik qochgan yana enasi. Pul oldi? 25 million bo'ldi akalar. Qo'shdik. Lavhalar boshlab oldik. Bir qator ko'rsataveramiz sigirlarda. Bozorlarimiz rosa tikan akalar, mol seroq. Mana shu bitta shved sigiri bor ekan, ma'lumotni bilib qo'yamiz. Buni necha pul qilishdi aka? 30 million qilishdi. Nechinchi qoringa? Bolasi bor. Ikkinchi tug'ishimi, uchinchisimi? Bolasi xonasini? Necha pul narx aytilyapti? Aytilishi necha pul bo'ladi? Aytilyapti. 40 million narx aytilyapti akalar. Bo'ylari 1.35. Yaxshi shved sigir ekan. 30 million savdo bo'lyapti. Suti nechta aka? 12 ta aka. 12 ta sut ekan. Chiroyli mol ekan. Navbatda yana bitta yaxshi shved sigirimiz bor ekan akalar. Sifatni qaranglar, joni. Sifati ham zo'r ekan. Bolasi ham yaxshi, ma'lumotni bilamiz. Aka necha pul qilishdi buni? 35 million. Bolasi ham rosa sutga to'yib chiroyli yo'q. Ikkinchi qoringami bu? Yo'q, bo'g'azmazaga tutdan aka. Yo, ikkinchi qorinda tuqqanmi demoqchi? Yo'q, birinchisi aka. Birinchisimi? Necha pul narx aytyapsiz? 30 qo'shib beraveraman aka. Suti nechta? Birasi qaymoq oling aka. Birinchi qoringa ekan akalar. Chiroyli mol ekan, lekin sifatini qaranglar. Bozorini bersin, mollar seroq savdolar qiziyapti. Talg'ir sigirda rosa chiroyligi bor ekan, kalamatani jonivor. Uzun, yaxshi mol ekan. Bola ham shved ekan. Necha pul savdo bo'lyapti aka? Aka 50 million deyapmiz. Aha. Telefon 8 dan qilishyapti. Endi deyiladi. Enas qo'yilganmi? Ha, qo'yilgan 2 oy bo'lgan aka, suni qo'yilgan. Suti nechta? Bola ham go'zal ekan. Bola ham zo'r ekan. Avvalo. 8 Gol. 8 ta suti bor ekan akalar. 2 oylik qo'y yana qo'yilgan.
Joyli yana qo'yilgan. 50 million narx aytilyapti. Necha pul berdingiz Pochtova? 36 million savdo bo'lyapti, lekin molimiz o'ta polvon narsa. Akalar bo'ylar 135 atrofida bolani qaranglar. Barakasini bersin. Baraka bo'lsa ko'rsatamiz akalar. Akalar orada bitta rossiyskiy sigirimiz bor ekan. Odamlar mashmoliy ishqiboz bo'lib tomosha qilishyapti. Bola ham gibrid ekan. Sog'ib ko'rishing. Necha pul narx aytlyapti bunga bola aka? 55 deyapti. Savdosi nima bo'ldi? Savdosi. Savdosi 43 bo'ldi, bermadi. 12 ta suti bor ekan. 43 million savdo bo'pti. Yellar ham. Bo'ylari 135-140 atrofida. Yaxshi bo'ychanmi? Chiroylimi? Yaxshi mol, davom etamiz. Maktabda go'zal shves bor ekan akalar. To'g'ri qaraydi, yelinlarni qaraydi. Molda o'zi ham chiroyli ekan. Aka necha pul qilishdi buni? Yo'q, berishgan yo'q hali. Necha pul narx aytyapsiz? 48 deyapman. 48 bola novvosmi? Unachi. 3-bola, 12 ta sutga. 3-bola 12 ta sutga. Ammo o'ta tekis bola ekan akalar. Hozir suvagina qaranglar, ko'ribsin. Bola ham chiroyli, novvosga o'xshargan bolasi. Bolasi novvosga o'xshargan. 12 ta sutga. 3-qorin. Necha pul narx aytdingiz? 47 million narx aytilyapti. 12 ta sutga 3-qoringa. Yaxshi mol. Navbatda akalar shved sigirdi yapalog'idan. Bo'g'oza bu. Bo'g'oza bu. Qisarmi? Bu bolasimi? Yana bola shved. Ma'lumotlarni bilamiz. Necha pul narx aytilyapti bunga? Suti bormi? Suti yo'qmi? Necha pul qildi bozor? Bilmadim, akam biladi. 65 million narx aytilyapti akalar. Akalar German shved original ekan. Jonivor turuvini qaranglar. Mana mol. O'ta go'zal ekan. Voy aka necha pul qilishdi buni? Formanglar. 72 million. Necha pul narx aytilyapti? Enasi qo'yilganmi? Suti nechta? 20 litr sut. Bir oycha bo'lgan qo'yilganiga 20 ta sut. 80 million narx aytilyapti akalar. Molni qaranglar. Zo'r ekan molda o'zi ham, original ekan. Akalar, mana shu go'zal yakka suvoy shvesimiz sotilibdi. Jonivor chiroyliligini qarang. 22 million so'mga baraka bo'lsin. Suvoy ekan. Suti bor. Bo'ylari 130 plus. Mollarning go'zallari turadigan joyga yetib kelyapmiz akalar mana. Malla shves. Bolasi xunajin ekan. Bir jup malla shves ekan akalar. Sifatlarini qarang. Tayyor jup ekan. Chiroyli mollar ekan akalar. Bunisi ham yaxshi. Ma'lumotlarni bilamiz. Bolasi ham urug'i ekan, ha. Boyaga necha pul narx aytilyapti bunga? 60 million kami bor deyapti. Savdosi nima bo'ldi? 53. Birinchi qorinmi, ikkimi? Birinchisi. Suti nechta? Suti 12 ta. 12 litr suti bor ekan. Birinchi qoringa akalar 60 million narx aytilyapti ekan. 52 dedimki shunaqa savdo bo'libdi. Umuman mol o'ta kuchli chiroyli mol ekan. Yaxshi mol ekan akalar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz agar berishsa.
İkinchi shvestni ham qo'shib ketamiz akalar. Bunisi ham yaxshi ekan. Bu ham toza shvest ekan. Bola ham toza ekan, enasi ham yaxshi ekan. Ma'lumotlarni bilib qo'yamiz hozir akalar. Jonivor. Ishqibozlari ko'p bozorda. Aka, mana shunday rasmni yopib qo'ying, mayli. Bolasini da yurgizib yuboring. Necha pul narx aytyapsiz bu aka bunga? 55 million deydi. Savdosi nima bo'ldi? Savdosi 42 million. Suti nechta? Gelinlari ham zo'r ekan. 55 million narx aytyapti akamiz, 42 million savdo bo'lyapti. Nechinchi qoringa bu? 8 kun. Zo'r. Bir jup german shved bo'g'ozlar akalar. Ma'lumotlarni bilamiz. Bular necha oydan bo'g'oz bu aka? 7 oydan. Ikkinchi, uchinchi qoringami yo ikkinchi qorin? Ikkovi ham ikkinchi qorin. 6 oydan. Sutlari bor, ha? 13 ta 17 ta suti bor hozir. 13 ta 17 ta. Jonivorlar. Tozalar ekanda mollarda. Narxlarini nima deyishdi aka? 140 millionga o'tib bering deyapti, o'sib qo'yapti. 140 million. 150 million beringlar. 150 million aytilyapti ekan, 140 million savdo bo'libdi akalar. Jonivorlar o'ta yirik narsalar. 6 kuraydan. Chiroyli mollar ekan. Bugun akalar, bugun bozorda faqat shvestlar bo'ladi shekilli, shvestlar kuni bo'lyapti. Shvestlar juda seroq. Sementallar ham bor, shvestlar ko'proq chiqaramiz akalar. Mana shu xo'jalik bo'lib, yaxshi bo'g'oz shekilli. Necha oylik bo'g'oz bu aka? 8 oy. O'zingiz chiqmaysiz, siz ololmaysiz. Necha pul qilishdi? 27 million. 27 million savdo qilishdi. Bo'ylari 130 plus minus emas. Yaxshi chandırli, chiroyli bo'g'oz ekan. Nechinchi qoringa bu aka? Necha pul aytasiz? 35 million. Aytyapti akalar. Yaxshi bola ekan. Qo'yib qo'shib ketaveramiz mana shunaqa qilib orada akalar. Sementallarni qaranglar akalar, begemotidan. Shu mollar begemot bo'lib ketgan ekan. Kelindi qaranglar. Jonivorlari. Bular necha puldan qilishdi, hozir aka? 50 million. Bular bo'g'ozmi? Ha, 8 oydan bo'g'oz. 8 oydan. Necha puldan narx aytilyapti? 60 milliondan ham bor deyamiz. 60 milliondan narx aytilyapti, 50 milliondan savdo bo'ldi akalar. Mana semental ko'rsatmading deganlar uchun maxsus bir begemotidan sementalni. 60 milliondan narx aytilyapti, 50 milliondan savdo bo'ldi. Necha pul bo'ldi aka? O'ziga prosta. Bu ham go'zal ekan. Yakka sog'inlarimiz ham savdo bo'lyapti akalar. 21 millionga 200 ming so'm kam savdo bo'lyapti. Suti bor ekan. 2-3 ta tuqqan mol. Savdosi qizyapti mana akalar. Lavhalar qo'yapmiz akalar, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab kommentariyada o'z fikrlarni qoldirib, undan like bosib so'rasizlar akalar. Baraka bo'lsa ko'rsatamiz hozir.